Hurmatli podpishchilarimiz, ko'plaringiz bizdan so'raysizlarki, ishonchli qurilish kompaniya, bizlar to'lov qilmoqchimiz, rastroshiga uy olmoqchimiz deysiz. Bizlar sizlar uchun navbatdagi obyektni taklif qilamiz. Samarqand shahrida 10 yildan beri qurilish qilib kelayotgan Elite Building kompaniyasi, qurilish kompaniyasi o'zining nomi bilan, Qizil dom nomi bilan tanilgan qurilish kompaniyadan navbatdagi sizlar uchun taklif. Elite Building qurilish kompaniya rahbari Ikrombek Aslamov, va alaykum assalom. Jo'rajon, muborak bo'lsin. Yana bitta obyektni boshlaganlaringiz. Bizlarning obunachilarimizga yangi obyektingiz haqida qisqacha ma'lumot bersangiz. Yangi Orifon loyihasini boshlaganmiz. Loyihamiz Samarqand shahri, vokzal orti hududidagi yangi shaharchada joylashgan bo'ladi. Xo'p, bu loyihamizda faqat turar joy emas, maktabi ham bor. Xudo xolasa yangi loyihamizni 4-dekabr kuni katta taqdimotni o'tkazyapmiz. Taqdimot 4-dekabr kuni soat 20:00 da bo'lib o'tadi. Telegram linklaringizni qo'yamiz. Obunachilarimizga qanaqa taklif bera olasiz? Xo'p, onlayn taqdimot paytida aktiv qatnashgan obunachilarning biriga oxiriga bitta 2 xonali tayyor ta'mirlangan xonadon sovg'a qilinadi. Shu Orifon loyihamizdan, remontdan. Zaxidi Jivi. Zaxidi Jivi bo'ladi. Shoshilib qolamiz, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermangiz. Yo'lbek, sizlarga ishlarga muvaffaqiyat. Rahmat aka. Ishlaringizga rivoj, bizlarning klientlarimizga yaxshigina imkoniyat qilib bera olasiz. Aha. Bizdan uy sotib olgan mijozlarimizga yonidan yangi quriladigan xalqaro maktabimizdan maxsus chegirmalar bo'ladi. Undan tashqari 5 ta mijozga 1 yillik tekin kontrakt beriladi. Kompaniya tomonidan to'lab beriladi 1 yilligi. Azizlar, bu qurilish kompaniya 10 yildan beri Samarqand shahrida qurilish qilib kelyapti. Ya'ni O'zbekiston hududida hozirgi kunda 4 ta viloyatda qurilish olib borilyapti. Bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Elite Building Qizil dom nomi bilan tanilgan obyektni ko'plaringiz bilasizlar, manfaatli bo'lgan, juda ham mustahkam va kommunikatsiya infrastruktura, hattoki parkovkalargacha juda ham qulayliklarni zo'r qilib qo'yganlar. Gazini bosamiz, hammalaringizga muvaffaqiyat. Shunaqa obyektlardan uylar olish nasib qilsin. Sog' bo'ling, kattakon rahmat aka.